Yurt tinchligi, xalq farovonligi va ozodligi yo'lida kurashgan ajdodlarimizni xotirlash, nuroniylarni e'zozlash, ularning duolariga sazovor, ezgu amallari davomchisi bo'lgan avlod bo'lib yashash har birimizning sharafli va oliyjanob burchimizdir. O'zbekiston Respublikasida har yili 9-may sana xotira va qadrlash kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu sana yurti, millati uchun jonini fido qilgan mard va jasur ajdodlarimizni yod etish, hayotiy tajribasi va ibratli yo'li bilan bugungi kun yoshlariga o'rnak bo'layotgan faxriylarimizga hurmat, ehtirom ko'rsatish ramzidir. Shu munosabat bilan joriy yilning 7-may kuni Yoshlar ishlari bo'limi tashabbusi bilan yoshlar yetakchilari hamda faol sardorlar ishtirokida mahallalardagi nuroniylar, mehnat faxriylarining holidan xabar olindi. Ularning xonadonlariga tashrif buyurilib, samimiy suhbatlar tashkil etildi, ezgu tilaklar bildirildi va bayram sovg'alari topshirildi. Ushbu tadbirlar nafaqat nuroniylarga e'tibor va hurmatning ifodasi, balki bugungi yoshlar qalbida ajdodlarga sadoqat, milliy qadriyatlarimizga hurmat, vatanga muhabbat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qildi. Bu kabi ezgu tashabbuslar davomli bo'lib, har bir yurtdoshimizga saboq va ibrat manbai bo'lishi shubhasiz. Bu kabi ezgu tashabbuslar davomli bo'lib, har bir yurtdoshimizga saboq va ibrat manbai bo'lishi shubhasiz.